Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim. Barchamizga Allohning bergan bugungi kuni hayit ayyomi muborak bo'lsin. Aytadi-ku, hechdan ko'ra kech deb. Uzr u ish bilan bo'lib ertaroq tabriknoma qo'ya olmadim. Barchalaringizni chin qalbimdan, oila a'zolarim nomidan, barcha yaqinlarim nomidan bugungi hayit ayyomlari bilan chin qalbimdan tabriklab qo'yaman. Sizlarga Allohimdan sihat, salomatlik, uzoq umr tilab qolaman. Kimni nima niyati bo'lsa, mana shu bugun niyatlarimizni amalga oshirsin Robbim. Kelasi yilgi Ramazon oylari xuddi mana shu Ramazon hayitlariga yetib borishligimizni Allohim nasib ro'z aylagan bo'lsin. Bugun do'stlar, og'aynilar, eng yaxshi kun. Bugun kimni ko'ngliga bilmay ozor bergan bo'lsa, Alloh uchun kechirib qo'yish kerak. Sizlarga ham shuni so'rab qolaman, sizlardan ham. O'zimga kelayotgan bo'lsak ham, kimnidir ko'ngliga bilmay ozor bergan bo'lsam, Alloh uchun meni kechiringlar. Kimki birovni ko'ngliga ozor berib qo'ygan bo'lsa, bugungi kun o'tib ketmasidan halicha vaqtimiz bor. Xudoga shukrki, telefon qilibmi, masofa bo'lsa telefon qilib, yaqinda bo'lsa ko'rishib, Alloh uchun uzr so'rab qo'yish kerak. Uzr so'rab qo'yingizlar. Shuning bilan birga endi bilmadim, u mendan hali ham xafa emasku, bilmayman. Bir insondan emas, ikki insondan-da bugun ayrim bir sabablarga ko'ra bo'lki telefonim o'chib qoldi. O'zbekistondan onam turib rosa yig'lab xavotir olgan ekan. Mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, onajon meni kechiring. Shu musofir yurtda yurganda aydi farzandingiz kechiring. Ayrim bir ishlar bilan ovunib telefonim zaratiga qaramabman. O'chib qolgan ekan, kechiring meni. Shuning bilan birga endi uni ismini ayta olmayman. Agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsang, men Alloh uchun kechir, xo'pmi? Agar ko'nglingga ozor bergan bo'lsam.